Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'rib chiqamiz. Kommunal to'lov bekor qilindi. Hukumat kommunal xizmat to'lovlarini bekor qildi degan xabarlar odamlar orasida tez tarqalmoqda. Bu gapni eshitgan ko'pchilik andisvet, gaz, suv, issiqlik uchun pul to'lamasak ham bo'ladimi deb o'ylayapti. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda huquqiy va amaliy tomondan tushuntirib beraman. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon, har bir oila, har bir ijarachi, har bir tadbirkor uchun juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki noto'g'ri tushunish oqibatida qarzdorlik yig'ilib qolishi, pensiya chiqishi, hatto xizmat vaqtincha cheklanishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki men shunday muhim yangiliklarni oddiy xalq tushunadigan tilda izohlab boraman. Avvalo eng asosiy savolga javob beraman. Kommunal xizmatlarning o'zi butunlay bepul bo'lib qoldimi? Yo'q, bunday emas. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, ichimlik suvi, issiq suv, chiqindi xizmati, issiqlik ta'minoti kabi xizmatlar odatda iste'mol qilingan miqdorga qarab to'lanadi. Ya'ni siz qancha ishlatsangiz, hisoblagich yoki belgilangan norma asosida shuncha pul hisoblanadi. Lekin ayrim holatlarda hukumat tomonidan kommunal sohada ayrim to'lovlar, jarimalar, ortiqcha undirishlar, ayrim toifadagi fuqarolar uchun kompensatsiya yoki subsidiya, qarzdorlikni qayta ko'rib chiqish, noqonuniy hisoblangan summalarni bekor qilish, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni qo'llab-quvvatlash kabi choralar ko'rilishi mumkin. Odamlar orasida esa mana shu yangilik kommunal to'lov bekor qilinadigan umumiy va noto'g'ri shaklda tarqaladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'p xonadonlarda hisob-kitoblar aniq yuritilmagani, hisoblagich o'z vaqtida tekshirilmagani, eski qarzlar bo'yicha ma'lumotlar chalkashgani, bir uyda yashamagan odamga ham to'lov yozilgani, egasi almashgan xonadonda eski qarz yangi ega yuklatilgani kabi muammolar ko'p uchrar edi. Ayrim hollarda fuqaro real iste'mol qilmagan xizmat uchun ham qarzdor bo'lib ko'rinardi. Masalan, odam qishloqda yashamaydi, uy bo'sh turgan, lekin gaz yoki suv bo'yicha norma asosida to'lov yozilib kelgan. Yoki kvartirada 2 kishi yashaydi. Tizimda 5 kishi ro'yxatda turgani uchun chiqindi yoki suv bo'yicha ko'proq summa hisoblangan. Endi nima o'zgardi? Eng muhim o'zgarish shundaki, kommunal sohada hisob kitoblarni tartibga solish, asossiz qarzdorlikni aniqlash, aholining ijtimoiy zaif qatlamlarini himoya qilish, iste'molchi huquqlarini kuchaytirish masalalari yanada dolzarb bo'ldi. Ayrim qaror va tartiblar orqali fuqaro o'ziga noto'g'ri hisoblangan to'lovni bekor qildirish, qayta hisob-kitob talab qilish, hujjat asosida imtiyoz yoki yordam olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin bu avtomatik ravishda hamma uchun hamma kommunal to'lov bekor bo'ldi degani emas. Men sizga eng muhim narsani aniq aytaman. Kommunal to'lov bo'yicha har qanday xabarni eshitganingizda birinchi navbatda u qaysi xizmatga tegishli ekanini aniqlang. Elektrmi, gazmi, suvmi, issiqlikmi, chiqindimi? Ko'p odamlar hammasini bir so'z bilan kommunal deb aytadi, lekin har bir xizmatning alohida tashkiloti, alohida shartnomasi, alohida hisob-kitobi bor. Ikkinchi masala, bekor qilingan narx to'lovning o'zimi yoki qarzdorlikning bir qismimi? Bu juda katta farq. Masalan, agar iste'molchiga 2022 yilda noto'g'ri 500 ming so'm qarz yozilgan bo'lsa va tekshiruvdan keyin bu qarz asossiz deb topilsa, o'sha 500 ming so'm bekor qilinadi. Lekin bu kelajakda elektr yoki gaz uchun umuman to'lamaysiz degani emas. Siz bugun ishlatgan energiya uchun baribir to'laysiz. Uchinchi masala, kimlarga tegishli? Bunday o'zgarishlar ko'pincha hamma fuqaroga bir xil qo'llanmaydi. Ayrimlari faqat ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan oilalarga, kam ta'minlanganlarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, yolg'iz keksalarga, ko'p bolali oilalarga yoki aniq hududdagi favqulodda holat sabab zarar ko'rgan aholiga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga bekor qilib berishdi. Demak, menga ham bekor bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi oila oyga o'rtacha 2,2 kW elektr ishlatadi. Tarif shartli ravishda 20 kW uchun 1,5 so'm bo'lsa, oyiga 500 so'm chiqadi. Agar ular hisoblagich ko'rsatkichini to'g'ri berib borsa, to'lov ham shunga qarab chiqadi. Endi internetda kommunal to'lov bekor qilindi degan xabarni ko'rib, ular 3 oy pul to'lamasa, qarz 337-500 so'm bo'ladi. Ustiga ogohlantirish kelishi, keyin xizmat cheklanishi mumkin. Demak, umumiy xabarga ishonib to'lovni to'xtatish xavfli. Ikkinchi misol, Samarqandda bir xonadonda ilgari xalq kishi ro'yxatda bo'lgan, hozir esa faqat 2 kishi yashaydi. Chiqindi xizmati yoki ayrim norma asosidagi to'lovlar
hanuz 6 kishiga hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Fuqaro tegishli tashkilotga ariza, pasport nusxasi. Uy daftaridan ma'lumot yoki yashovchilar sonini tasdiqlovchi hujjat bilan murojaat qilsa, qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Mana shu holatda ortiqcha yozilgan summa bekor bo'lishi ehtimoli bor. Lekin bu xizmat umuman bepul bo'ldi degani emas. 3-misol. Buxoroda bir oila kam ta'minlangan sifatida reyestrga kiritilgan. Qishda gaz va elektr xarajatlari keskin oshgan. Hukumat ijtimoiy himoya mexanizmi orqali bunday oilalarga kompensatsiya ajratishi, ma'lum qismi qoplab berilishi yoki limit doirasida yengillik qilinishi mumkin. Bu ham amalda to'lov yengillashdi degani. Lekin xizmat narxi hamma uchun nol bo'ldi degani emas. 4-misol. Bir fuqaro uy sotib oldi. Uyga ko'chib kirganda elektrdan 1.200.000 so'm eski qarz chiqdi. U bu qarzni o'zi ishlatmaganini aytayapti. Bu yerda shartnoma uy oldi sotdi sanasi, hisoblagich ko'rsatkichi, dalolatnoma juda muhim. Agar qarz oldingi egaga tegishli bo'lsa, yangi egaga avtomatik yuklash to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Fuqaro dalillar bilan murojaat qilib, qarzni ajratishni yoki qayta hisoblashni talab qilishi kerak. Bu ham bekor qilish deb aytilashi mumkin. Lekin faqat asossiz yoki boshqaga tegishli qarzga nisbatan. Menimcha, birinchi navbatda qarzdorligi borlar o'z holatini tekshirish kerak. Chunki kommunal tizimda qarz ko'rinib tursa, sizga ogohlantirish kelishi mumkin. Eshitdim. To'lov bekor bo'lgan ekan degan og'zaki gap sizni himoya qilmaydi. Har doim rasmiy ma'lumot va shaxsiy hisob holati muhim. Ikkinchi navbatda uyda hisoblagich bo'lmaganlar yoki hisoblagich ishlamayotganlar xavotir olishi kerak. Hisoblagich buzilgan bo'lsa, ko'rsatkich olinmasa, plombasi shikastlangan bo'lsa, keyin hisob-kitob norma yoki boshqa tartibda chiqarilishi mumkin. Bu esa ko'pincha oddiy iste'moldan qimmatroq chiqadi. Shuning uchun hisoblagich masalasini cho'zmaslik kerak. 3-navbatda uyda ro'yxatda turuvchilar soni real yashovchilar sonidan farq qiladiganlar tekshirishi kerak. Masalan, farzandingiz boshqa shaharda o'qiydi, lekin ro'yxatda sizning uyingizda turibdi yoki qarindoshingiz ro'yxatda qolib ketgan. Ayrim xizmatlar bo'yicha bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. 4-navbatda ijara uyda yashovchilar ehtiyot bo'lishi kerak. Ijarachi elektr, gaz, suv ishlatadi, lekin shartnoma uy egasi nomida. Agar kelishuv aniq bo'lmasa, qarz yig'iladi. Keyin uy egasi ijarachidan talab qiladi yoki aksincha nizolar chiqadi. Men har doim ijarachilarga oy boshida va oy oxirida hisoblagich ko'rsatkichni suratga olib qo'yishni maslahat beraman. Agar sizda hisoblagichlar joyida bo'lsa, ko'rsatkichlar to'g'ri olinayotgan bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda qarz yo'q bo'lsa, to'lovlarni vaqtida amalga oshirsangiz ortiqcha vahimaga tushmang. Siz uchun eng to'g'ri yo'l odatdagi tartibda davom etish, ishlatganingizni to'lash, cheklarni saqlash, shubhali summa chiqsa darhol aniqlashtirish. Agar sizga aniq rasmiy xabar kelgan bo'lsa, masalan, falon davr uchun noto'g'ri hisoblangan qarz qayta hisoblandi yoki sizning oilangizga kompensatsiya ajratildi deb unda bu hujjatni saqlab qo'ying. Telefon orqali aytilgan gapdan ko'ra SMS, shaxsiy kabinetdagi yozuv, tashkilotning rasmiy javobi yoki dalolatnoma muhimroq. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, imtiyoz bo'lsa ham u ko'pincha cheksiz emas. Masalan, kompensatsiya faqat ma'lum miqdorgacha bo'lishi mumkin. Siz oyiga 200 kilovolt elektr uchun yordam olishingiz mumkin, lekin 600 kilovolt ishlatsangiz, ortiqcha qismi o'zingizdan bo'ladi. Shu sababli imtiyozim bor deb elektr isitgichlarni kecha-yu kunduz yoqib qo'yish keyinchalik katta hisob-kitob bo'lib keladi. Ikkinchi nozik jihat, qarzning asosiy summasi va penya alohida bo'lishi mumkin. Ba'zi holatlarda penya yoki jarima bekor qilinishi mumkin, lekin asosiy qarz saqlanib qoladi. Masalan, siz 800 ming so'm gaz ishlatgansiz, kechikkaningiz uchun 60 ming so'm penya chiqqan. Agar yengillik faqat penyaga tegishli bo'lsa, 10 ming so'm olib tashlanadi, lekin 800 ming so'm to'lanadi. Odamlar esa hammasi bekor bo'ldi deb xato tushunadi. 3-nozik jihat, noqonuniy ulanishlar hech qachon imtiyoz bilan oqlanmaydi. Agar kimdir hisoblagichni aylanib o'tib ulansa, plombani buzsa, yashirin tarmoq tortsa, bu oddiy qarzdorlik emas, jiddiy huquqbuzarlik hisoblanishi mumkin. Bunday holatda kommunal to'lov bekor qilindi degan gap yordam bermaydi. Aksincha, jarima, qayta hisob-kitob va boshqa javobgarlik kelib chiqishi mumkin. 4-nozik jihat, eski qarzlar bo'yicha muddat va hujjatlar muhim. Ba'zan fuqaro 5 yil oldingi qarzni ko'radi va hayron qoladi. Bu qarz qachon hisoblangan
Qaysi hujjatga asoslangan ogohlantirish bo'lganmi? To'lov tarixi qanday? Hisoblagich ko'rsatkichi bormi? Shularni tekshirish kerak. Shunchaki eski qarz ekan, demak bekor bo'ladi deyish mumkin emas. Har bir holat alohida ko'riladi. 5-nozik jihat. Uy-joy mulkdorlari shirkati yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovlari bilan davlat kommunal xizmatlari aralashib ketadi. Ko'p qavatli uylarda lift yo'lakni tozalash, tomni ta'mirlash, hovlini obodonlashtirish, umumiy elektr, boshqaruv xizmati uchun alohida to'lov bo'lishi mumkin. Bu ham kommunal deb aytiladi, lekin huquqiy jihatdan boshqacha. Agar hukumat elektr yoki gaz bo'yicha yengillik bersa, bu avtomatik ravishda boshqaruv kompaniyasi to'lovini bekor qilmaydi. 6-nozik jihat. Tadbirkorlar va aholi tariflari farq qilishi mumkin. Do'kon, ustaxona, kafe, tikuv sexi yoki ishlab chiqarish binosi kommunal xizmatlardan boshqa tarifda foydalanishi ehtimoli bor. Uyda yashovchi fuqaro uchun aytilgan yengillik tadbirkorlik obyekti uchun qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun tadbirkorlar shartnoma turini, tarif guruhini, hisoblagich holatini alohida tekshirish kerak. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq qadamlarni beraman. Birinchi qadam. Har bir kommunal xizmat bo'yicha shaxsiy hisob raqamingizni tekshiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha alohida ma'lumot oling. Buni xizmat ko'rsatuvchi tashkilotning rasmiy ilovasi, sayti to'lov ilovalari. Abonent bo'limi yoki kol markaz orqali tekshirishingiz mumkin. Qarz bor yo'qligini taxmin qilmang, aniq raqamni ko'ring. Ikkinchi qadam, oxirgi to'lov cheklarini saqlang. Agar payme, klik, bank ilovasi yoki boshqa elektron to'lovdan foydalansangiz, kvitansiyani yuklab oling yoki skrinshot qiling. Naqd to'lagan bo'lsangiz, qog'oz chekni tashlab yubormang. Kommunal nizolarda chek eng kuchli dalillardan biri. Uchinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling. Ayniqsa oy oxirida elektr, gaz, suv hisoblagichini aniq ko'rinadigan qilib rasmga oling. Rasmda sana bo'lsa yana yaxshi. Agar ertaga sizga kutilmagan katta summa chiqsa, bu suratlar yordam beradi. 4-qadam, agar summa noto'g'ri ko'rinsa, og'zaki janjal qilmang, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: mening falon manzildagi shaxsiy hisob raqamim bo'yicha hisoblangan qarzdorlikka aniqlik kiritishingizni, hisob-kitob asoslarini taqdim etishingizni va zarur bo'lsa qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Arizada FIH, telefon raqam, manzil, shaxsiy hisob raqami, muammo mazmuni, ilova qilingan hujjatlar ro'yxati bo'lishi kerak. 5-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta nusxasi, kadastr hujjati yoki ijara shartnomasi. Oxirgi to'lov cheklari, hisoblagich suratlari, oldi-sotdi shartnomasi, yashovchilar sonini tasdiqlovchi ma'lumot, ijtimoiy himoya reyestriga kiritilganlik haqidagi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy dalillar sizda bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. 6-qadam, agar siz imtiyoz yoki kompensatsiyaga loyiq bo'lsangiz, buni alohida aniqlang. Mahalla ijtimoiy himoya organlari, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli rasmiy platformalar orqali oilangiz qaysi toifaga kirishini tekshiring. Ko'p odamlar yordam olish huquqi borligini bilmaydi yoki hujjat topshirmagani uchun foydalanmaydi. 7-qadam. Uy sotib olayotganda kommunal qarzlarni oldindan tekshiring. Men buni juda muhim deb bilaman. Notariusga borishdan oldin elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi bo'yicha qarz yo'qligi haqida ma'lumot oling. Hisoblagich ko'rsatkichini oldi-sotdi kuni dalolatnoma qilib yozib qo'ying. Aks holda keyin bu qarz meniki emas deb isbotlashga vaqt ketadi. 8-qadam. Ijarada yashasangiz uy egasi bilan yozma kelishuv qiling. Kommunal to'lovlarni kim to'laydi? Qaysi sanada to'lanadi? Hisoblagich ko'rsatkichi qachon olinadi? Qarzdorlik bo'lsa kim javob beradi? Bular aniq bo'lsin. Oddiy daftar yoki Telegram yozishmasi ham keyinchalik dalil bo'lishi mumkin. Lekin eng yaxshisi ijara shartnomasida ko'rsatish. 9-qadam. Agar murojaatingizga javob berilmasa, yuqori tashkilotga yoki iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlarga murojaat qiling. Har bir arizani ro'yxatdan o'tkazing. Kirim raqamini oling, boring, keyin keling degan gap bilan cheklanib qolmang. Siz iste'molchisiz va hisob-kitob asosini bilishga haqlisiz. 10-qadam. Ijtimoiy tarmoqlardagi xabarga ko'r-ko'rona ishonmang. Rasmiy manba, qaror matni, tashkilot bayonoti, shaxsiy hisobingizdagi o'zgarish bo'lmasa, to'lovni to'xtatmang. Ayniqsa bugundan boshlab svet bepul, hamma qarzlar o'chirildi kabi keskin gaplar ko'pincha noto'g'ri talqin bo'ladi. Nega bunday chaqashliklar paydo bo'ladi?
Chunki kommunal soha ko'p odamlar uchun murakkab. Tariflar o'zgaradi, limitlar joriy qilinadi, imtiyozlar alohida toifalarga beriladi, qarzdorlik bo'yicha qayta hisob-kitob qilinadi. Bitta hujjatda ma'lum toifadagi fuqarolarning ma'lum davrdagi ma'lum to'lovi qoplab beriladi deb yozilsa, og'zaki gapda bu kommunal bekor bo'ldiga aylanib ketadi. Bunday noto'g'ri talqinning oqibati esa jiddiy. Oila to'lov qilmay qo'yadi. Keyin 4-5 oyda katta qarz yig'iladi. Masalan, oyga elektr 1 ming, gaz 200 ming, suv 70 ming, chiqindi 30 ming bo'lsa, umumiy 70 ming so'm. 5 oyda 2 million 1 ming so'm bo'ladi. Bu oddiy oila budjeti uchun katta yuk. Agar bunga penya yoki qayta ulash xarajatlari qo'shilsa, vaziyat yanada og'irlashadi. Shuning uchun men ekspert sifatida sizga bitta asosiy tamoyilni tavsiya qilaman. Ishlatgan xizmat uchun to'lov majburiy, lekin noto'g'ri hisoblangan, asossiz yozilgan, hujjat bilan tasdiqlanmagan yoki sizga tegishli bo'lmagan qarz bo'yicha e'tiroz bildirish huquqingiz bor. Mana shu farqni tushunsak, hech kim aldanmaydi va hech kim ortiqcha pul to'lamaydi. Yana bir muhim masala, kommunal tashkilot bilan munosabatda hissiyot emas, hujjat ishlaydi. Men ishlatmaganman, qo'shnim shunday dedi. Internetda ko'rdim degan gaplar yetarli emas. Sizda rasm, chek, ariza, javob xati, dalolatnoma, shartnoma bo'lsa, huquqingizni himoya qilish ancha oson bo'ladi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, kommunal to'lov bekor qilindi degan xabarni eshitganda darhol endi pul to'lamayman deb xulosa qilmang. Ko'pincha gap butun kommunal xizmatlarni bepul qilish haqida emas, balki ayrim noto'g'ri hisoblangan summalar, penya, ma'lum toifadagi fuqarolar uchun kompensatsiya, imtiyoz yoki qayta hisob-kitob haqida bo'ladi. Sizning vazifangiz oddiy. Shaxsiy hisobingizni tekshiring, hisoblagich ko'rsatkichlarini saqlang, cheklarni yo'qotmang. Noto'g'ri summa bo'lsa, yozma ariza bering. Imtiyozga haqli bo'lsangiz, hujjat topshiring. Shunda siz na ortiqcha pul to'laysiz, na qarzdorlikka tushib qolasiz. Agar sizda ham kommunal to'lov bo'yicha noto'g'ri qarz chiqqan bo'lsa yoki sizga biror to'lov bekor qilingan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ulashing. Chunki kommunal to'lov masalasida bitta to'g'ri ma'lumot oilangizni katta xarajatdan saqlab qolishi mumkin.